Seni bu dunyodagi saodating, birodar, hayot haqidagi o'lchov tushunchaga qarab quriladi. Seni hayot haqidagi tasavvuringga qarab turib belgilanadi. Saodat haqidagi tasavvuring to'g'rimi? Baxt, saodat deganda tasavvur to'g'rimi? Aksariyat odamlarning baxt haqidagi tasavvuri to'g'ri emas. Odamlarning ko'pchiligini nazarida baxtli inson qanaqa bo'ladi? Albatta boy bo'lish kerak, albatta sog' bo'lish kerak, dunyo matoh katta bo'lish kerak, shuni o'zi xolos. Bu kimni o'lchovi bilasizlarmi? Allohni tanimagan, dunyoga hirs qo'ygan, oxiratga iymon keltirmagan iymonsizlarning tasavvuri. Iymonsizlarning tasavvuri. Agar odamlar o'ylayotgandaqa baxtli, saodatli hayot faqat boylik bilan bo'ladi deyiladigan bo'lsa, bir odamning boy bo'lishini, bir odamning kambag'al bo'lishini Alloh hal qilgan.